Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana akalar, do'stlar, biz qo'ydi Bolta qishloqning ustida Maksim Gorkiga yaqin joydamiz. Hozir shu yerga keldi qo'y. Sizlardan iltimos, shu Bolta qishloq girdidagi akalar kuzatayotgan bo'lsa, ko'proq like bossalar, shu qishloqda akalar ko'rib qolishi mumkin. 5 ta toyim yo'q, qarashchi. 5 ta toy yo'q. Boytalning bolalari yo'q, ketib qolgan. Shu mana shu yerda yo'q. Bolta qishloqdan balandda ko'rgan odamlar bor. Bu yerda yo'q. Shunga agar ko'rdim, bildim bo'lib qolsa, shu lichkadan balandda profilda nomer turibdi. Shunga bir xabar ber joningizlar, iltimos. Hozir qora uydan 2 ta maskilda olib keldirdim. Fortir hammasi bilan kelib urra qorib jotibmiz, topilmayapti. Agar ko'rdim, bildim bo'lib qolsa, bir atvet qilib joningizlar, iltimos. Agar shu Bolta qishloqda agar tanishlaringiz bo'lsa, shunga podelitsiya qilib qo'yjaysalar, ko'rdim, bildim chiqib qoladi baribir. Короче, kecha teraklardan oshgan. Nima qilib shu yerda bugun chislo hozir. Chislo 14-oktyabr ekan. Chislo 14-oktyabr bugun. Kecha 13-oktyabr kuni teraklardan oshib, shu pastga yotgan, shu yerda ketgan. Qaraychisi shunaqa bo'lgan. Agar iltimos shu ko'rdim, bildim qolsa, profilda nomerlarimiz yozilib turibdi. Shu nomerlarga aloqa chiqib jorsalar yaxshi bo'ladi. Yana aytib o'taman, Babilyon nomer 716 26 70 70 ikkita 70 oxiri. Shu nomerga aloqa chiqib joningizlar, iloji boricha qo'llab-quvvatlab buni do'stlaringizga jo'natib qo'ysalar yaxshi bo'lar edi. Iltimos sizlardan.